5-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasidagi oliy ta'lim muassasalariga 2017-2018 yilgi o'quv mavsumiga qabul qilish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Unga ko'ra, oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun qo'shimcha kvotalarni Davlat test markazi belgilaydi. Demak, nufuzli va istiqbolli loyihalarda muhim bo'lgan kadrlarni yetkazib beruvchi oliy ta'lim muassasalarida qabul kvotalari o'zgarishi mumkin. Shuningdek, kirish imtihonlarida 68 balldan yuqori natijani qayd etgan abituriyentlar oliy ta'lim muassasasida o'qish imkoniyatini saqlab qoladi. Aniqroq aytganda, qo'shimcha pul summasi bilan hisoblangan to'lov shartnomasini to'lash imkoniyati bo'lgan abituriyent oliy ta'lim muassasasiga qabul qilinadi. Bu yilgi mavsumda umumiy hisobda 66316 ta talaba, shulardan 18194 nafari davlat granti asosida o'qishga qabul qilinadi.